Düşün turdaslar. Ondaqda bugün biz ikkinchi saat dersimiz, yani Java asas ilmiy so'zlab o'taylik. Asas sonliq ilmiy. Ondaqda biz yeni bir projekt qurib, buningga nomini demo orqali o'rnini ushlab bo'lsin. Biz buningga ishlatilgan bir hujjat quraylik. Endi yangi bir projekt qurib, buningga ishni boshlaylik, darsni. Shuni ijro qildi. Undaqda biz yangi bir klass quraylik. Demo bo'lsin. Biz buningga main funksiyasini izlataylik. Oldin soatda tafsiliy tushuntirib to'xtalgan. Endi qayta tushuntirib o'tishni hojat yo'q. Shuning uchun men bevosita yozaveray. Main funksiyasini yozib oldik. Undaqda bugun biz endi Java'ning asos sonliq ma'lumot tiplaridan bir qurib ko'rib o'taylik. Avval boolean boolean bo'lsa rasyaldan qimmatni qaytardi. Buningki qaysi qimmatini qaytarganini biz ko'rib o'taylik. Shu rost diyemli shu qimmat birinchisi. Ikkinchisi false. Yolg'on degan ma'no chiqdi. Mush ikki qimmatni qaytardi. Unda bo'lsa biz buni amaliy misol bilan ko'rib o'taylik. Biz buningga avval booleandan bir neyse olaylik. Andin boolean b deb bu b degani buningki ma'ni ko'rsatdi. Buni kichik ismi deb qo'ysak bo'ldi. Buni ketib berib bizlar yodib ketdi. Undaqda b buni dastlabda rost qilaylik. Undaqda buni chiqarib boqaylik. Print qildi. Print ma asosan chiqardi, lekin printlim bo'lsa bo'ldi deb printlim qilib ishlatdimsa, bu diqqat qilamiz. MCB'ni chiqarib boqaylik. O'shan basic bilan ijro qilsak bo'ldi. Buni men ham shu hozir ijro qilyapti.
Şöyle mine. Rast diyen mende, ha? Rast diyen mende çıkarıp verdi. Biz çünkü miyege ma o bini ma bolundan kıymetini rast dep verdik. Şu an miyadıma man çıkarıp ver, bin çıkarıp ver degen dikin ma o andın ma o bin çıkarıp verdi. Bunun kıymetini nerede ekeli degende kit bina mişedi ekilip anın dikin bu kıymetini manını birip manından endi manın verdik manın vergen dikin ma o çıkarıp bir mesul olgan dikin şu bin çıkarıp ver degen dikin andikin bin çıkarıp verdi binin kıymeti şu oldu. Şu. Ondaqda bunu false qısaqçı. False qısaq mı oxşaş. Bunu false dep çıqırdı. False dep çıqırıp verdi. Degenimdek şu beni mavi çıqırdı. Ma bolundan kıymeti false yalgan. Yalgan bolgan diken ma beni mi yege ma beni çıqırıp verdi doq çıqırıp verdi false oldu. Bolun tipi dal muşundaq. Bundaqda keyinkisi byte tipini körüp öteyli. Byte bolsa bu bir asli endi bit tipi bit dep qo'yamiz nam byte byte tiziki dep qo'yamiz buning sonliq qimmat bu bu oraliqdagi son manchadan manchagacha elinadi faqat bundaq bo'lgandan keyin manchadan manchagacha bu farq bor farq bo'lgandan keyin buni farqini yozib beray minus 128dan plus plus 127gacha manda belgili qo'yib qo'yay plus 127gacha shu oraliqdagi sonni oladi bu buni aslida bir qadar kichik bo'lgan narsalarni bersak bo'ldi buningga masalan oy yil kunnikini asl qiymatini ilib shuningga aylantirib shuni ko'rsatib berdigandek bir xil programlar ishlasak bo'ldi undaqda byte'ni bir ko'rib boqaylik byte buni bir deb olay byte deb olay bir deb qo'yib turay buni andin buning qiymatini 10 qilay 10 qilay yana bir byte olay b2 bo'lsin buning qiymatini minus 5 qilay undaqda bu ikkisinikini qiymatini ayrim chiqarib boqaylik birnikini chiqarib bersin ma 5-nikini chiqarib bersin undaqda unikini chiqarib bir ko'rib boqaylik mana biz oyim degandek bunikini nima bu qiymatini b1ga berdik b1dan mayerdan chiqarib berdik chiqarib berdi mana biz qiymatini 10 deb berdik 10 ga chiqarib berdi ma 5-nikini minus 5 deb berdik buni chiqarib berdi mushtaq endi buni ikkisini buni elib etib elish qilib bunikini elib ko'rib boqaylik undaqda bu ikkisinikini
Mani bir az to'xtatib turdim. 10 minutlam elindikan, 10 minutdan keyin zaton to'xtab ketadikan. Shuni to'g'ri tushungaysizlar. Buni endi ikkisini elib ko'rib boqaylik. B1dan B2ni elib ko'rib boqaylik. Paras qilib bo'ldinglar buni yoqsin. 5 chiqirpaydi. Bu byte tipini ko'rdik. Mana elish nisbati shuning kegicha. Undaqda char tipini ko'rib o'taylik. Bu her belge stringga o'xshab qoldi, stringga. Shuningki kichigi deb qo'ysak ham bo'ldi. Bu mer belge faqat birdan harfini alalaydi. Cho'ng olsun, kichik olsun, o'rishat olsun, hamshat olsun, ingliz xat olsun, bir talda harf alalaydi. Buni bundaq ko'raylik. Buningki harf belge bu. Undaqda char C deb oldi buni. Buni diqqat qilsanglar bo'ldi. Bu charga manda qo'sh besh kelmaydi. Ma qo'sh nim kelmaydi, mana o'xshash kelmaydi. Buningga mana o'xshash bir tallam keldi. Shuni alayda diqqat qilib olsanglar bo'ldi. Buni endi bu ikki tal yuz boqayli. Mana ikki tal esa xatolik yuz berdi. Undaqda xanshatdan bir tal xat yuz boqayli. Bir tal xat yazsaq bo'ldi. Undaqda yana bir tal xat yuz boqayli. Mana ikki tal xat yazsaq bu shunda adab turib oldi. Amsa o'yur xat yuz boqsaqchi. Mana men degan xat 3 tal zufdan tuzilgan bo'ldi. Undaqda buni 2 tal yuz boqayli. In xatolik. Undaqda bir tal yuz boqayli. To'g'ri. Bu bir tallam nima oldu? Bu aslan bo'sh qolsa qatti bo'lmaydi bu. Shuni bu bo'sh qo'ysanglar qatti bo'lmaydi. Shuni ishlatmay qolsanglar buni null qilib bu bundan bo'lmaydi ekan. Buni ishlatmay turib qolsang, ishlatgan chog'da bu o'tirib kungadan birini tashlab etib qilsanglar, bu xatolik chiqolmaydi. Ishlatgan chog'da shu akir bilan ishlatsanglar bo'ldi. Undaqda buningga al-qut degan xatni ulab boqili. Ikki tal xat yazsak bu xatolik chiqib qoldi, ko'rdinglar. Bo'ldi. Endi buningga C1, C2, C3, C4, C5 bo'lsin. Buningga L deb yozili, buningga Ch deb yozili, buning U deb yozili, buning T deb yozili. Shundaq bo'ldi. Endi buni ulab chiqib boqayli.
C1'ga C2'ni ulaymiz. C2'ga C3'ni ulaymiz. C3'ga C4'ni ulaymiz. C4'ga C5'ni ulaymiz. Shunda bo'lgandan keyin endi bu harflar oluşup chiqadi. Buni ko'rdinglar, bu bir avarchilik. Shundaymi, avarchilik? Hozir bo'lma. Bundan keyin yana birini ko'ramiz. Mana buni endi ijro qilib ko'rib boqaylik. Bu texi ijro bo'lib bilanmidimi? Sonliq qiymat qaytirib beryapsiz bizga. Bu ulan maydonchig'i va undaqda biz buni ayrim chiqaraylik. Mal elbetli. Elbetmiş C1'ni ko'raylik. Harfni sanab birdi bu. Menimcha. Mana chiqirib berdi el deb. Undaqda biz endi buni qandaq buni jiq harfni patqizib ishlatkili bo'ladi deganda buning amal bor. Bu bo'lsa string deb qo'yamiz. Buni tilni bekam aytgan. Buningga harf belgi tizmisi bo'lma. Lekin bir qadar cho'ng, chardan bir qadar cho'ng narsalarni saqlay oladi. Buni buni harf belgi tizqi deymiz. Mana harf belgi deymiz shunga. Jiq narsani saqlab turadigan harf belgi tizqi desek, ma'lum nisbatda cho'ngligini bildirdi bu. Undaqda biz buni amaliy ishlatib boqaylik. String s buni manda belgi keldi. Ma'lum bilan alayt farqlandigini mana qo'sh tirnoq keldi. Qo'sh beshlik tirnoq. Undaqda hozir man nima deb qo'yishing mumkin mana. Hammasilar mush belgi bor. Qanday belgi bu deb qo'yishing mumkin. Har bir yozmoqchi bo'lgan har bir javob so'zligimiz, har bir qur'on nemisi tuganda har bir istaq elementlarning nemisi tuganda qo'sh besh urib o'tish orqali bu jumla oxirlashganligini bildiramiz. Buni alayda qilinglar. Buni endi buni nima yazsak bo'ldi? Masalan, buni bevositlam al kod deb yazsak. Bunda urib o'tib xanzcha yazsak. Bunun hamda İngilizce yazsak. Endi buni chiqirib boqaylik. Buni ijro qilaylik. Uyg'urchasini chiqirib berdi, xonasini chiqirib berdi, inglizchasini chiqirib berdi degan gap. Bu bir qadar ko'p bo'lgan sonliq ma'lumotni va shunga o'xshash harf belgilarini saqlay oladi. Alayda diqqat qilsak bo'ldi. Undaqda bu qatim short deb
degan sonli qimmatni ko'ramiz. Bu butun sonli qisqa son. Buni ko'rib boqaylik. Buning son elish qimmati tuvanlikcha. Buni avval izotay. Qisqa butun son. Buni endi butun son deb bilib olsanglar bo'ldi. Buni qimmat elish nisbatini yozib bo'ldimisizmi? Bu pek esqatmay to'rtni ko'rib olsanglar bo'ldi. Asosiy ishlatadiganimiz pek uchraygani byte bilan string, andin shu long, empty, float degan sonlarni pek ko'p ishlatamiz. Bir-birlab kelaylik. Avval hozir shortni ko'rayotgan, shortni ko'raveraylik. Bu qisqa butun son. Buningga S deb qo'yay. Bir degan butun sonni berdim. Agar buning foizini bir qo'ysam-chi, xatolik yuz berdi. Bu chuqur butun son, qisqa butun son deb qo'yamiz. Bu nemishqa mandek qo'sh 5 tirnoqni chekilmaydi deganda, chunki bu sonning har qanday bu qo'sh 5 tirnoq hargiz kelmaydi. Mandek harf bo'z keldi. Son bo'lganlik uchun bu kelmaydi undaq. Undaqda biz buni chiqirib o'ltirmsaqma, mundaqlam ko'rib oldinglar. Endi ishtik keyinki o'tib ketaylik. Yozib ekilib birlam chiqarsaqmi bo'ldi, yo bo'lmasa. Endi bu qatimqisi empty. Bu butun son. Bu bektol uchiruvimiz buni. Necha ishlatganimiz shu. Buni bir ko'rib bitaylik. empty item buningga 5 degan qimmatni beray. Buningga qanday qilib qo'ysam-chi? Python bo'lib qoldi. Python bo'lib qolgandan keyin buni xatolik yuz berdi. Shu bu butun son bo'lishi kerak. Undaqda keyingisi long. Bu uzun bo'lgan butun son deb qo'yamiz. Uzun. Buningga yana bir xosligi bor, deyki, alohida bir farq qilinadigan. Shuni hozir so'zlab o'tamiz. Uzun butun son bu. Buningga buni ko'rib boqaylik. El. Andin buningga mana qilib qo'ydim. Xatolik yuz berdi. Bu uzun butun son. Bu IMD'dan bir qadar yuqori bo'lgan sonli qimmatni egallaydi. Shunga bundaq endi IMD ma ishiltib bo'lmaymiz endi. Buning sonli qimmati ma necha milliardga bordi. Ma necha trillion bordi uning. Undaqda buni bundaqlab qo'ysak bo'lamdi deganda bu amaliyotda to'g'ri yozish shakli bundaq emas. To'g'ri yozish shakli ma'lum bundaq emas. Buning chuqum ya kichik eldan birini qo'yamiz oxirga. Ya cho'ng elni qo'yamiz. Buningga sonning oxir long'niki asosan o'lchamlik yozishi cho'ng elni qo'yamiz. Endi buni chiqqan chog'da bu el qo'shilib chiqmaydi. Buni bilib olsak bo'ldi. Endi keyingisi float. Bu chikitlik son. Ya'ni Python deb qo'yamiz. Bu bir ko'rib boqaylik. Bunu bir ko'raylik.
Bununla f tam bütün sayınız bakay. Bütün sayı yazsam boldu. Lekin ölçemlik yazılışı ve işletiş usulümüz bu bütün sanğa bu float'ni işletip koymayımız gerekir. Bir qatar yuqur bolsa long işletimiz. Unda bulmay qalsa IMT ma bizning g'oyasimiz chiqib eshib ketadi ha. Buningga bu long o'xshash. Bunun ölçemlik şekli A'ga F'ni qo'yib etamiz. F'ni qo'yib etsak, bu float sanning chekitlik paysan ekanligini bildirdi. Bunun paysan yazsaqma bo'ldi degan gap. Undaqda keyingisi double. Double'ni ko'raylik. Qo'sh aniqlikdagi son deb qo'yamiz. Bu floatdan bir daraja yuqori salmoqni egallaydi. Salliq qimati bir qadar yuqori qo'sh salliq qimmat. Buni bir ko'ryapsizlar. Tushuntirishni yozib qo'yay. Buni bir ko'ryapsizlar. Bu bo'lsa endi bunun elishni bitti ma floatnikidan yuqori, ma floatnikidan yuqori. Bu şu qo'sh chekitlik son deb qo'yamiz buni. Bunun 2 deb 5 biri. Bo'ldi. Bunun aqımı deniz ekanmiz. Çoğun izbitler bununla. Bu float double son qimmat ekanligini bildirdi. Undaqda buni ayrim biz chiqarib baqlaylik. Aldığımda qo'ysa nemin tushundirdi deganda, ani qo'shib chiqarib deganini tushundirdi ha. Bunu chiqarib baqaylik endi. Undaqda chiqarib bir ko'rib baqaylik. Bununla farqlantirish uchun bunu orliq tashlatib o'tay. Mana short 1. IMT 5.
long bir. Mine gördüňiz ama elini yüz çüdýä goýdy. Eli bitdi ama elini. Ma float okşaş. Mine F'ni eli bitdi. Double okşaş. Mine bunun eli bitdi. Bunu emdi bu saatlik dersimiz mişe ahırlaştı. Bugünkü öğrenimiz bowling, bite, char, string, short, IMT, long, float, double. Muşu 2, 4, 6, 8, 9 dal. Näsini görüpmiz. Bugünkü dersimiz mişe ahırlaştı.